Assalomu alaykum. Ushbu videoda siz Android uchun Linebet ilovasini qanday yuklab olish va ro'yxatdan o'tishda promokod yordamida oshirilgan bonus olishni bilib olasiz. Video tavsifa ostida ikkita muhim havola mavjud. Birinchi havola Linebet platformasining rasmiy saytiga olib boradi. Ikkinchi havola esa mobil ilovani yuklab olish uchun mo'ljallangan. Shunchaki unga bosing yoki nusxalab olib telefon brauzerida oching. Ilova faylini yuklab oling va o'rnatishni boshlang. Ba'zan telefon noma'lum manbalardan o'rnatishga ruxsat so'rashi mumkin. Bu ko'plab ilovalar uchun odatiy jarayon. O'rnatish tugagach ilovani oching yoki akkauntni to'g'ridan-to'g'ri sayt orqali yarating. Kattaroq, xush kelibsiz. Bonusini olish uchun esa Asia Gift promokodidan foydalaning. Ushbu kod bilan bonusingiz yashash mamlakatingizdan qat'i nazar 30% ga ko'proq bo'ladi. Masalan, O'zbekiston foydalanuvchilari uchun bonus 100 yevro o'rniga 130 yevroga oshadi. Shu bilan birga, bonus amaldagi kurs bo'yicha sizning valyutangizga konvertatsiya qilinadi. Tomosha qilganingiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha